Agar siz pensiyangizni Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank orqali olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya pulining kartaga tushishi, naqd berilishi, bankdagi navbatlar, karta muddati, komissiya, kredit ushlab qolish, SMS xabarnoma va boshqa ko'rinmaydigan masalalar ko'pchilik pensionerlarning puliga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Qaysi holatda bankka borish kerak? Qaysi holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak? Qaysi vaziyatda esa shoshilishga hojat yo'q? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda tuyulgan xatolar sabab pensiyasini vaqtida ola olmay qoladi yoki ortiqcha asabiylashadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy va foydali ma'lumotlar har bir xonadonga kerak. Avval pensiya olish tartibi ko'proq odatiy va qog'ozbozlikka yaqin edi. Ko'p pensionerlar pensiyani aniq bir bankdan, ko'pincha Xalq bankidan, ba'zi hududlarda esa O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank orqali olardi. Mahallaga bank xodimi kelishi, kassadan naqd pul berilishi, pochtachi orqali yetkazilishi yoki pensionerning o'zi bank bo'limiga borishi odatiy holat edi. Bu tizimning yaxshi tomoni shundaki odamlar qaysi kuni pul beriladi, qayerga boraman, kimdan so'rayman degan narsani bilib olgan edi. Lekin kamchiligi ham ko'p edi. Navbatlar naqd pul yetishmasligi. Bank xodimining kechikishi, pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa borib kelishi qiyinligi, hujjatdagi bitta xato sabab pulning ushlanib qolishi. Hozir esa tizim ancha elektronlashdi. Pensiya ko'proq bank kartalariga o'tkazilmoqda. To'lovlar elektron bazalar orqali yuritilmoqda. Banklar bilan pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu qulay. Pul kartaga tushadi. Do'konda to'lash mumkin, bankomatdan yechish mumkin. Farzandlar yordamida mobil ilovadan nazorat qilish mumkin. Lekin shu bilan birga yangi muammolar ham paydo bo'ldi. Masalan, karta muddati tugab qoladi, karta bloklanadi, telefon raqam o'zgargan bo'ladi, SMS kelmaydi. Pensioner pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'ladi. Yoki bankomatdan pul yechishda limit, texnik nosozlik, bankomatda naqd pul yo'qligi kabi holatlar uchraydi. Eng muhim o'zgarish shuki, bugun pensioner o'z pulini qanday olayotganini, qaysi bank orqali olayotgani va kartasi faol yoki faol emasligini bilishi shart. Men pensiyadaman, davlat o'zi biladi deb beparvo bo'lish xavfli. Chunki tizim elektron bo'lgani sayin xatolar ham elektron ko'rinishda bo'ladi. Bitta noto'g'ri pasport ma'lumoti, bitta eski telefon raqami, bitta muddati o'tgan karta pensiyani vaqtida olishingizga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi navbatda Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank kartasiga pensiya olayotganlar o'z holatini tekshirish kerak. Bu banklardan birida pensiya olishingiz yomon degani emas. Aksincha, bu banklar ko'p yillardan beri pensiya to'lovlarida qatnashib keladi. Hududlarda filiallari bor, ko'plab pensionerlarga xizmat qiladi. Lekin aynan ommaviy xizmat bo'lgani uchun navbat, karta almashtirish, identifikatsiya, ma'lumot yangilash kabi masalalar juda muhim. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 18 yoshli otaxon har oy 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. Uning pensiyasi Xalq banki kartasiga tushadi. Karta 3 yil oldin ochilgan, muddati esa shu oy tugaydi. Otaxon buni sezmaydi. Chunki kartadagi yozuvni o'qimagan, SMS xabarnoma ham ulanmagan. Pensiya kuni keladi, u bankomatga boradi, karta ishlamaydi. U pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida esa pul tushgan, faqat karta muddati tugagani uchun foydalanish cheklangan. Bunday vaziyatda ayb pensiya jamg'armasida emas, ko'pincha karta holatda bo'ladi. Yechim oddiy. Bank filialiga pasport yoki ID karta bilan borib, kartani qayta chiqarish kerak. Ikkinchi holat. Samarqanddagi pensioner onaxon pensiyasini Agrobank kartasiga oladi. U har oy pullarini o'g'liga bankomatdan yechtiradi. Bir kuni pulning bir qismi kamdek tuyuladi. Onaxon bank pulimni ushlab qolibdi deb xavotir oladi. Tekshirilsa, kartaga SMS xizmati ulangan. Yana oldin olingan kichik kredit yoki qarzdorlik bo'yicha avtomatik yechim bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zan pensionerning roziligi bilan olingan kredit, overdraft, kommunal to'lov, avtoto'lov kabi xizmatlar unutilib ketadi. Shuning uchun har oy kartadan ko'chirma olish juda muhim. Bank sizga pul tushganmi, qachon tushgan, qayerga sarflangan, qancha yechilgan degan ma'lumotni berishi shart. Uchinchi holat. Qashqadaryoda yashovchi yetim 2 yoshli kishi pensiyasini O'zsanoat qurilish bank orqali oladi.
u bir necha oy oldin telefon raqamini almashtirgan, lekin bankka ham pensiya jamg'armasiga ham aytmagan. Endi SMS kelmayapti. U esa pul yo'q deb o'ylayapti. Aslida pul kartaga tushgan, faqat xabar eski raqamga ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu juda keng tarqalgan muammo. Telefon raqamini o'zgartirsangiz, bankdagi raqamingizni yangilashingiz kerak. Agar pensiya bo'yicha elektron xabarnoma, mobil ilova yoki boshqa xizmatlar ulangan bo'lsa, ularni ham yangilash kerak. Kimlar ayniqsa ehtiyotli bo'lish kerak? Birinchidan, karta muddati tugashiga yaqinlashgan pensionerlar. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0726 bo'lsa, karta 2026 yil iyul oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, pensiya pulingiz hisobda tursa ham kartadan foydalana olmaysiz. Ikkinchidan, pasportni ID kartaga almashtirganlar. Bankdagi eski pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, ayrim xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Uchinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Pensiyasini boshqa odam orqali oldiradiganlar, ya'ni ishonchnoma bilan pul oladiganlar. Beshinchidan, kredit, aliment ijro hujjati yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolish ehtimoli bor fuqarolar. Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, muddati o'tmagan bo'lsa, har oy pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, SMS yoki mobil ilovada harakatlarni ko'rib tursangiz, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir kamida 6 oyda bir marta bankka yoki mobil ilova orqali kartangiz holatini tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki pensionerlar orasida ko'p bir kunda paydo bo'lmaydi. Asta-sekin yig'iladi. Avval SMS kelmay qoladi, keyin karta muddati tugaydi. Keyin bankka borsa ma'lumot eski chiqadi. Yana bir muhim masala, qaysi bankdan pensiya olsam yaxshi degan savol. Men bu yerda bitta bankni maqtash yoki boshqasini yomonlash uchun gapirmayapman. Muhimi sizga qaysi bank qulay, uyingizga yaqinmi? Bankomatlarda naqd pul bo'ladimi? Filialda navbat kammi? Xodimlar tushuntirib beradimi? Mobil ilovadan foydalana olasizmi? Farzandlaringiz sizga yordam bera oladimi? Masalan, bir pensioner uchun Xalq banki qulay, chunki mahallasiga yaqin. Boshqa odam uchun Agrobank qulay, chunki qishloqda eng yaqin bank shu. Yana kimdir o sanoat qurilish bank kartasidan foydalanadi, chunki farzandi shu bank ilovasini yaxshi biladi. Demak, masala bank nomida emas, xizmatning sizga mosligida. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, pensiya tushmagan bo'lsa, darhol menga bermay qo'yishdi deb xulosa qilmang. Avval 3 ta narsani tekshiring. Karta faolmi? Pul hisobga tushganmi? Bank tizimida texnik kechikish yo'qmi? Ba'zan pensiya bir kunda hammaga bir vaqtda tushmaydi. Hudud bank to'lov reyestri. Texnik jarayon sabab bir necha soat yoki ayrim holatlarda biroz kechikish bo'lishi mumkin. Lekin kechikish odatdagidan cho'zilsa, albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, bankomatdan pul yech olmasangiz, bu pensiya tushmagan degani emas. Bankomatda naqd pul bo'lmasligi mumkin. Bankomat vaqtincha ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Kartangiz chipi yoki magnit qismi shikastlangan bo'lishi mumkin. Pin kod noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner bankomatga boradi. 2 million so'm yechmoqchi bo'ladi. Bankomat operatsiya bajarilmadi deydi. U vahimaga tushadi. Aslida bankomatda yetarli naqd pul bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda boshqa bankomatdan kichikroq summani, masalan 500 ming yoki 20 million so'm qilib yechib ko'rish mumkin. Agar baribir bo'lmasa, filialga murojaat qilish kerak. Uchinchi jihat, kartani boshqa odamga berish xavfli. Men juda ko'p ko'rganman. Pensioner onaxon kartasini, pin kodini, telefonini qo'shnisi yoki uzoq qarindoshiga beradi. Bolam, pulimni yechib kel deydi. Ko'pchilik halol, lekin hamma ham emas. Karta va pin kodni berganingizdan keyin pul qayerga ketganini isbotlash qiyinlashadi. Agar siz sog'lig'ingiz sabab o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli farzandingiz yordam bersin, lekin imkon bo'lsa bankdan rasmiy ishonchnoma tartibini so'rang. Ayniqsa katta summa yig'ilib qolgan bo'lsa, kartani har kimga bermang. To'rtinchi jihat, pensiya kartasiga kredit bog'langan bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar mikroqarz iste'mol krediti yoki bo'lib to'lash xizmatidan foydalangan bo'ladi. Shartnomada to'lov avtomatik yechilishi yozilgan bo'lishi mumkin. Pensiya tushishi bilan ma'lum summa ushlanadi. Pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Bu vaziyatda bankdan hisob varaq ko'chirmasi va kredit shartnomasi bo'yicha to'lov jadvalini so'rash kerak.
Agar siz rozilik bermagan ushlab qolish bo'lsa, yozma ariza bilan e'tiroz bildiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 5-jihat ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolish. Agar fuqaroda sud qarori, aliment, jarima, qarzdorlik yoki boshqa majburiyatlar bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyadan qonuniy tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu masalada bank faqat ijro hujjati asosida harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank o'z olib qo'ydi deb emas, avval sababini aniqlash kerak. Bankdan qaysi hujjat asosida pul yechilganini so'rang. Keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. 6-jihat vafot etgan pensionerning kartasidagi pul. Bu juda nozik masala. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasidan pul yechish qonuniy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zan farzandlar otamning kartasida pensiyasi bor edi deb PIN kod orqali yechib oladi. Lekin vafot sanasidan keyin tushgan yoki ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Meros, dafn puli, oxirgi to'lov kabi masalalar rasmiy tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda banka va pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qilish kerak. 7-jihat naqd pul olish va karta orqali to'lash farqi. Ba'zi pensionerlar hamma pulni birdan yechib oladi. Bu odat tushunarli. Chunki odamlar naqd pulga ishonadi. Lekin hamma pulni uyda saqlash ham xavfli. Yo'qolishi, o'g'irlanishi, aldanib qolish ehtimoli bor. Agar imkon bo'lsa, kerakli qismini naqd oling, qolganini kartada qoldiring. Do'kon, dorixona, kommunal to'lovlarda karta orqali to'lashni o'rganing. Farzandlaringiz yordamida buni xavfsiz qilib yo'lga qo'yish mumkin. Lekin kartaning PIN kodini hech kimga aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodlarini begonalarga bermang. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, qaysi bankdan pensiya olayotganingizni aniqlang. Kartusdagi bank nomiga qarang. Xalq banki, O'zsanoat qurilish bank yoki Agrobank. Agar kartangiz yo'q, faqat naqd olsangiz, oxirgi marta qaysi bank xodimi yoki qaysi filial orqali olganingizni eslang. Agar bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old qismida oy va yil yoziladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta oling. Agar eski pasportingiz almashtirilgan bo'lsa, yangi ID karta bilan boring. Bank xodimidan pensiya kartangizni qayta chiqarish, telefon raqamingizni yangilash va SMS xabarnomani tekshirishni so'rang. 3-qadam, hisobvaraq ko'chirmasini oling. Bu juda muhim. Bankka borib, mening pensiya kartam bo'yicha oxirgi 3 oy yoki 6 oy uchun ko'chirma bering deb ayting. Ko'chirmada pensiya qachon tushgani, qancha tushgani, qayerga sarflangani ko'rinadi. Agar sizda shubha bo'lsa, masalan, har oy 2 million ming tushishi kerak edi, lekin 1 million 800 ming qoldi desangiz, ko'chirma sababini ko'rsatadi. Komissiyami, kreditmi, yechib olingan pulmi, do'kon to'lovmi, hammasi ko'rinadi. 4-qadam. Agar pensiya umuman tushmagan bo'lsa, avval bankdan yozma yoki aniq og'zaki ma'lumot oling. Hisobga pul kelganmi deb so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni, bank kartasi, oldingi to'lovlar bo'yicha ma'lumotni oling. Pensiya jamg'armasida mening shu oy pensiyam to'lov reyestriga kiritilganmi? Qaysi bankka yuborilgan deb so'rang. Bu savol juda aniq va foydali. 5-qadam, agar pul ushlab qolingan bo'lsa, sababini hujjat bilan talab qiling. Bankdan ko'chirma oling. Agar kredit bo'lsa, kredit shartnomasi va to'lov jadvalini so'rang. Agar ijro bo'lsa, qaysi ijro hujjati asosida ushlanganini so'rang. Agar siz rozi bo'lmagan xizmat ulangan bo'lsa, bankka yozma ariza yozing. Men ushbu yechimga rozilik bermaganman, operatsiyani tekshirib berishingizni so'rayman deb. Arizaga sana qo'ying. Nusxasini o'zingizda qoldiring yoki ro'yxatdan o'tkazilganini tasdiqlating. 6-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Ko'pchilik buni mayda narsa deb o'ylaydi. Aslida telefon raqami bank xavfsizligining asosiy kaliti. SMS kod, operatsiya xabari, mobil ilova kirishi, ogohlantirishlar shu raqamga keladi. Agar raqam o'zgargan bo'lsa, bankka boring va yangilang. Eski raqamingiz boshqa odamga berilib ketgan bo'lsa, bu yanada xavfli. Chunki ayrim xabarlar boshqa odamga borishi mumkin. 7-qadam, agar siz yura olmaydigan, kasal yoki uyda parvarishga muhtoj bo'lsangiz, rasmiy tartibni tanlang. Qarindoshga karta va PIN kodni berish o'rniga bankdan ishonchnoma orqali xizmat ko'rsatish tartibini so'rang.
notarius orqali ishonchnoma qilish kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bank xodimi yoki tegishli xizmatlar uyga borish imkoniyati bor yo'qligini tushuntiradi. Har holda rasmiy yo'l keyinchalik nizolardan himoya qiladi. 8-qadam bankni almashtirishni xohlasangiz. Avval shartlarni solishtiring. Sizga qaysi bank yaqin, qaysi bankomat ko'p, qaysi filialda xizmat yaxshi, karta chiqarish muddati qancha, SMS xizmati qancha, naqd yechishda sharoit qanday, mobil ilova ishlaydimi, shularni so'rang. Keyin pensiya jamg'armasidan pensiyani boshqa bankka o'tkazish tartibini aniqlang. Buning uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yangi bank hisob varag'i yoki karta ma'lumotlari, ariza kerak bo'ladi. Hech qachon falonchi aytdi deb eski kartani yopib tashlamang. Avval yangi to'lov yo'li to'liq ishga tushganiga ishonch hosil qiling. 9-qadam, har oy bir xil kunda nazorat qiling. Masalan, pensiya odatda oy boshida tushsa, o'sha kunlarda kartangizni tekshiring. SMS kelmadi, balans qancha, oldingi oy bilan farqi bormi? Agar 2-3 kun ichida tushmasa, avval bankka, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bir oy kutib yurish noto'g'ri. Chunki muammo qanchalik erta aniqlansa, shunchalik tez hal bo'ladi. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech bir bank xodimi sizdan telefon orqali PIN kod, SMS kod, karta raqami bilan birga amal qilish muddati va maxfiy kodni to'liq so'ramasligi kerak. Pensiyangiz oshdi. Kartangizni tasdiqlab beramiz, kompensatsiya tushadi, kodni ayting, bankdanmiz. Kartangiz blok bo'lmasin degan qo'ng'iroqlar ko'p uchraydi. Bunday odamlar firibgar bo'lishi mumkin. Darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Yana bir amaliy tavsiya. Farzandlar va nabiralar pensioner ota-onasiga yordam berish kerak, lekin ularning pulini o'z nazoratiga olib qo'ymasligi kerak. Pensionerning o'zi ham pulning qachon tushishini, qancha tushishini, qayerga ketishini bilishga haqli. Agar onangiz yoki otangiz Xalq banki, O'zsanoat qurish bank yoki Agrobank kartasiga pensiya olsa, bir kun vaqt ajrating, kartasini tekshirib bering, SMS xizmati ishlayaptimi ko'ring, bank ilovasida xavfsizlikni sozlang. PIN kodni hech kim bilmasligini ta'minlang. Bu oddiy yordam katta muammoning oldini oladi. Demak, asosiy fikr shuki, Xalq banki, O'zsanoat qurish bank yoki Agrobankdan pensiya olishning o'zi xavfli emas, lekin kartangiz, hujjatlaringiz, telefon raqamingiz, kredit yoki ushlab qolishlaringiz nazoratsiz qolsa, muammo chiqishi mumkin. Pensiya tushmadi deb o'ylasangiz, avval karta va hisobni tekshiring. Pul kam tushdi deb o'ylasangiz, ko'chirma oling. Karta muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. Telefon raqam o'zgargan bo'lsa, darhol yangilang. Karta va PIN kodni begonalarga bermang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Izohlarda yozing. Siz pensiyangizni qaysi bankdan olasiz va eng ko'p qanday muammoga duch kelasiz? Xalq bankimi, O'zsanoat qurilish bankmi, Agrobankmi yoki boshqa bankmi? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda kerak.